Turkiston Qozog'istonning Butunjahon hunarmand shaharlar ro'yxatiga kiritilgan 3-shahar bo'lishi mumkin. Eslatamiz, 2022-yilda Taroz 1 yil o'tgach Almaty undan o'rin olgandi. Xalqaro darajada tan olinishi oqibatida Turkistonda hunarmandlar shaharchasi qurilishi mo'ljallanyapti. Yangi majmua mintaqa madaniy qiyofasiga yangi chizgilar beradi. Mehmonlar jalb etishga xizmat qiladi. 2,5 gektar maydondagi ustaxonalarda hunarmandlar o'z buyumlarini taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Suyak, charm va yog'ochdan san'at asarlari darajasidagi buyumlar yasayotgan Bolat Isabekov ana shunday ustalardan. U haykalchalar, kartina va suvenirlar bilan mashhur. Qo'lөнер buyumlarim jovurun suyaklaridan jasalgan. Buyumlarning asosiy qismini ko'rak suyagi tashkil qiladi. Boldir suyagi, tuyoq va boshqalardan yasaladiganlari ham bor. Asl kasbim rassomchilik. Bunday buyumlar yasash sevgan ermagim. Qo'l buyum suyakdan jasalgan. Turkiylar dunyosining ma'naviy poytaxti tarixi bilan tanishish maqsadida Osiyo Tinch okeani mintaqasi va Janubiy Sharqiy Osiyo hunarmandchilik kengashlari ekspertlari Turkiston shahriga kelishdi. Beautiful city. Madaniyati, tarixi, an'analari bilan boy bo'lgan juda chiroyli shahar. Bular yaxshi saqlanib qolganidan mamnunmiz. Taassurotlar mo'l. Davlat an'anaviy hunarlarni tiklashga yordam ko'rsatyapti. Turkiston ustalari betakror buyumlar yaratishyapti. Qozoq keramikasi tarixi haqida ma'lumot oldik. Bolalarning xalq ijodiga qiziqishi lol qoldirdi. Bularning hammasi Qozog'istonda odamlar o'z an'analarini, madaniyatini, tarixini saqlab qolishdan manfaatdorligini ko'rsatadi. And artisans are, master craftsmen are doing great work